sonli qarori bilan qo'shimcha qurilishlaringiz bo'lsa hammasi Agrotiz masalan Oltisut qonuniy 2018-yil 1-maygacha qurilgan. yana bir 80 19-10. Jeyda kar kvartirasi 3-9. 1,5 metr. Uydeni 3-3. Uyda uzunligi 6 metr. O'zimizga 3 chiqdi. Har birida bittadan eshik, bu yoqqa ham bitta eshik qo'yiladi. Metrda yana 330. Ayvon qismi ham bor ekan. Bu ham 6 metr. Uzunxona yo'q deb edi. Bu yog'ochdan. Biz Mirzobod tumani xodimlari shu bugunga qadar 7 ta mahallani xatlovdan o'tkazib, ayni vaqtda Mirzobod tuman Bog'iston mahallasida xatlov ishlarini boshladik hamda Bog'iston mahallasida 500 ga yaqin xonadonni xatlovdan o'tkazib, xatlov dasturlariga yuklandi.